Arvohli odamlarni ko'ziga ko'rinishiga ishonasizlarmi? Sizlar ko'rib turgan bu video montajmi yoki rostdan ham arvohlar bizga ko'rinadimi? Sizlar bilan Omonxon Ahad va bu videoda biz shu savollarga javob topamiz. Bu videoda arvohlarni qanday qilib suratga olishgani, internetda sizni qanday qilib aldashlarini, yarim tunda qabristonga kirsa nima bo'lishini va dunyodagi eng qo'rqinchli top 5 kinolarni bilib olasiz. Videoni xuddi shu joygacha ham ko'rib turgan ekansiz. Men sizga bitta narsani aytib o'tishim kerak. Agar siz yoshingiz 12 yoshdan kichkina bo'lsa, iltimos hozirroq videodan chiqib keting. Chunki eng qo'rqinchlilari boshlandi. Agar siz 16 yoshdan katta bo'lsangiz, like bosib qo'ying. Xullas, biz mozorga borishga qaror qabul qildik va komandamiz bilan bizdan 12 kilometr uzoqda joylashgan mozorga piyoda borishga qaror qabul qildik. Yuhu, ketdik. Hozir dunyodagi eng qo'rqinchli kinolar top 5 taligini bilib olasizlar. 5-o'rin. 6 iblis. Bu kino bilasizlarmi nima haqida? Eksorsizm hamda detektiv janrini birlashtirilgan film bo'lib, eksorsist haqida bitta ma'lumot beradigan bo'lsak, bu bizdagi jinkashlar. Bu chet elda eksorsist deb ataladi. Да ладно, всем похуй, ты чё? O'sha jinkash bir qizga jin kirib qolganini chiqarish uchun, jinni zararsizlantirish uchun qora kuchlar bilan kurashadi, ammo lekin muvaffaqiyatsizlikka uchrab, o'sha qora kuchlar, ya'ni 6 ta iblis qizni o'ldirib qo'yadi. Tabiiyki bunga politsiya ishonmaydi hamda haligi jinkash amakini qamoqqa olishadi. Hibsda yotgan jinkash amaki esa o'zini oqlash uchun qora kuchlar tomonidan insonlarga yetkazilishi mumkin bo'lgan barcha yovuzliklar haqida faktlar to'play boshlaydi. Xullas kalom, ужас kinoda. Ну нахер. Отец. Biz hozir Ko'ksha masjidini orqasidagi Ko'ksha mozoriga ketamiz. Nimaga ham Ko'ksha mozori? Chunki Ko'ksha mozorida o'zi avval Bad Boymi o'shalar aytgan aniq qo'shiq ham bor, 15 ta kam 3 ta. Xullas qo'rqinchli dramalar ko'p Ko'ksha mozori haqida. Shuning uchun haqiqatan ham sharpalar ko'rinadimi, video chiqib qolishi rostmi yo'qmi? Shuni prosta ko'rmoqchimiz. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Qancha qoldi? Kelib qoldik-a? 1-2 kilometr qoldi. Ya'ni 2 kilometrdan keyin o'shda bo'lamiz. Biz manzilga yetib olgunimizcha sizlarga yana bir dahshatli film haqida gapirib beraman. 4-o'rin. Bu film o'ziga xos romantik filmlardek boshlangani bilan bu ham ужас kino. Ikkita yosh, xuddi chet elda oddiy hol bo'lgani kabi, Mika hamda Keti degan parchkalar bitta uyga ko'chib kelishadi va shirin hayot boshlamoqchi bo'lishadi. Хорошая шутка. Lekin afsuski bu uyda har xil qo'rqinchli voqealar sodir bo'lishni boshlaydi. Goh eshik u yoqdan bu yoqdan xullas muzikalar, haqiqiy ужас boshlangan bir paytda hamma gap uyda deb o'ylaysizmi? Yo'q, hamma gap qizi o'zida ekan. Qizi bolaligidan bir arvoh taqib qilib kelayotganini qiz aytadi. Bola bo'lsa kamerada qo'yishni boshlaydi. Ana undan keyin bu yog'ini kinoni ko'rib bilib olasizlar. Va nihoyat biz qabristonga yetib keldik va eng qo'rqinchlilari boshlandi. Ketim. O'rtoqlar soat o'sha ketdi. U yonimga qarang. Yo'q, bilmayman, ko'zim ko'rmas. Vuy biladi. Ha? Yo'q, atashini. Anu narsa qara. Bundoq ekaningda asrajini beryapti. А что, так можно было, что ли?
uzoqdan ko'rinishi va shu. Shunaqangi o'zi anaqa men ham o'ylab ko'rdim-da. Kimdir chiqib quchoqlab oladi deb. Hech bola sodir bo'lgani yo'q. Biz bir yarim soatdan beri syomочный komanda bilan yuribmiz, lekin hech bola bo'lgani yo'q. Shuning uchun просто hazillashdim. Va nihoyat 3-o'rin. Oramizda ko'pchilik Ruh 513 filmini ko'rgan. Bu film esa o'sha filmning original versiyasi desak ham bo'ladi. Bu film avvalida qizni avvaliga xo'rlab, keyin esa zo'rlab o'ldirishadi. Nobud bo'lgan qiz ruhi bitta ablahlardan qasos olishni boshlaydi. Bu film ujus kinolar reytingida katta mablag' yig'magan, lekin qo'rqinchlilik bobida uncha kinoni orqada qoldiradi. Notamda yura olasizmi? Yura olaymi? Okey. Qo'ying, keling. Brat, u qo'rqonma. Что за ужас тут творится? Qo'rqinchli narsalar aytib beraymi? Qo'rqinchli narsalar aytib beraymi senga? Yo'q, qo'ying, brat. Bu mana yo'l bor. Yo'l bor ekan. Yo'q, o'tdan yurmaymiz. Ha? Yo'q, qo'rqinchli brat, qarang. Mayli, shama ko'rsing. Like, kommentda eslating. Yo'q, alohida senga Shuncha yurganimizga yarasha. Музычку! Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? 2-o'rin. Bu film bizning bolalikdan eshitib kelayotgan qo'rqinchli voqealarni eslatadi. Qarg'ish tekkan uy, u uy tomonga borma degan gaplarni beixtiyor eslaysiz. Film voqealari bundan bir necha yillar avval bo'lib o'tgan mudhish voqea qotillik haqida bo'ladi. Ko'pchilik filmlarda bo'ladigan holat, uyga yangi xo'jayin ko'chib keladi va uyda g'alati voqealar sodir bo'lishni boshlaydi. Uy egasi bir kuni tomdan tarasha tushgandek, uzr. Да что ты, черт побери, такое несешь? Tomning boshidan, ya'ni Chorvoq degan joydan g'alati bir yozuvlarni topib oladi. Bu video yozuvlarda uyning avvalgi egalari barchasi sirli ravishda o'ldirilgani yozilgan bo'ladi. Va birdaniga sirli voqealar boshlanib ketadi. Xonadonning yangi egalarining hayoti ham xavf ostida qoladi. Bilmayman. Okey. Ana o'zim ko'rsatay. Ko'rsatib bilan oling. Da. Oxir ketdimi? Ha. Realni. Ha. Soqotaman, brat. Muzladim, brat. Qo'ying. O'rtalarida kontent. Voy, o'rta aka. Bo'ldi aka. Bo'ldi aka. Uy. Bola yuzim yaxshi oling bo'ldi ketaman aka. Bo'ldi. Realni qo'rqaman. Realni qo'rqaman. Yuzim ko'ryaptimi? Hop. Men bo'l oling bo'l. Ko'ryapti, hop. Seriozanki bo'ldi, ketdi aka. Bo'lma, meni ham sekin tushiravering. Okey, hech kim muzladim, brat. Nima bo'ldi? Bo'ldi, ketdik. Yuguring. Привет. Поиграем в жмурки? Birinchi o'rin. Salom, kel o'ynaymiz. Bu gapni shu filmni ko'rib bo'lgach eshitsangiz cho'chib tushasiz. Chunki haqiqiy ujus kino qanday bo'lishi kerak bo'lsa,
ana o'sha normativlarga mana shu film to'liq mos keladi. Xalqlar hamda millatlarni ajratmasdan barchani qo'rqitadigan bir janr bor. Bu ham bo'lsa, issiq-sovuq hamda qarg'ish janri. Вы понимаете, о чем говорят все эти люди? Я нет. Jodugarlar mavzusi bu filmda ham birinchi o'ringa ko'tarilgan. Xullas kalom, ujus kunida nima bo'lishi mumkin bo'lsa, barchasini ko'rasiz. Qo'rqinchli sahnalar, ajoyib musiqa, etingizni jimirlashtiruvchi kadrlar. Привет. Поиграем в жмурки. Короче. Buni qaraysa o'tib o'tayotgandek bo'laveradi bor-ku. Oldin ham shunaqa bo'ldim. Ko'p bo'ldi mana. Pislishga yaqin o'tib ketdi bor, уже bo'ldi brat. Cho'tki bo'ldi. Ketdi uyga. Ha mayli, rostini aytish payti keldi. O'rtoqlar, aslida sizlar shu paytgacha ham ko'rib turgan hamma narsani biza uyushtirgandik. Nima uchun? Chunki oxirgi paytlar internetda shunday titkilab ko'rsak, faqat shu ruhi tutib oldi, sharpa tushib qoldi degan yolg'on xabarlarni tarqatishyapti. O'rtoqlar, iltimos, o'zingizlar montaj qilib yoki uyushtirib, uni как будто sharpa yoki ruh yoki jinlarga tenglashtirmaylar. Mana shu gapdan keyin sizlar savol paydo bo'lishi mumkin. Bo'lmasa bizani ko'zimizga ko'rgan narsalar nima edi? Sizlar qo'rqqan paytingizda miyanglar o'zini o'zi aldaydi. Bu gapim hattoki fanda ham isbotlangan. Ученые назвали это естественным отбором. Bizlar bilan qabristonda bo'lgan voqealar esa Nima bo'ldi? Bilmayman. Soni mana shu qilib beray. Bu yerda yiqilsam qo'rqinch edi, brat. Qo'rqaman, brat. Yiqilishga qo'rqaman. Ketdi, ketdi. Jonli o'ynab bera olmayman. Ketdi. Qarang, hozir biron ko'rdingizmi? Dan keyin o'tamiz, tushundingizmi? Ket, yaqinlashdim bu yoqqa. Ko'rdingizmi? Ket, boshdan aktorskiy o'ynamayman. Mana shu chiqardi, ha? Sen buni liqlatingda, tushunmasdan odamni o'rgan. Ket. Sen buni yurib ketayotgan bo'ling, ket. Baribir. Qani hozir yurib ketaman, men buni yerga o'taydi. Qilaman shunaqasmi? Ketdim. Bo'ladi. Zo'rdan. So'tda. Bo'ladi. Ket, boshdan. Bu yoqqa qarab ketaman. To'rga qarab turib, qani o'zim urib qo'ymayman-ku. Ket. Bo'ladi. O'rtoqlar, bu videodan maqsadimman sizlarga ikki og'iz gap bilan tushuntirib beraman. Qaranglar. O'likdan qo'rqmanglar. Trillardan qo'rqinglar. Biza shu bir haftacha vaqtimiz ketdi shu video uchun. Asradan shuni 1 sekund ketadi. Shunta like bosib, paytga bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat. Sizlar bilan omonxon bo'ldi.